Barchaga salom bolalar. Sizlar bilan mana o'sha Blackjo'nuz bugungi maqsadimizda baza qurib qolish. Qo'limdagi va orqadagi narsa nima bo'ldi? Mayli, sizlar bilan Loy Blackjon uz. Bugungi videoda baza quramiz. U baza farqi yo'q qanaqa bloklardan bo'ladi va iplos oq tugmachani bosib qo'yinglar, chunki shuncha harakat bekordan bekorga ketmasin, iltimos. Men shuncha harakat qilyapman. 510 ta bo'lishimiz kerak yangi yilda oxirigacha, dekabrning so'ngigacha 510 ta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Agar shu videolarni yana ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunaqa videolarni like bosib qo'yinglar. Shu videoga 15 ta like bo'lsa, keyin bilan ikkinchi qismida olamiz va u yerda haykal quramiz. Bo'lmasa ketdik. Daraxt chopib olishimiz kerak. Bemalol kim xalaqit beramiz? Hech kim. To'g'rimi? Yo'q, to'g'rim bu. Mashina berib qo'ygan. O'lim mashinasidan berib qo'ygan. Sakraydigan bir prujinali mashinacha. Nimaga kerak u? Bilmadim, lekin menimcha shu aytgancha bu qanday olamligini sizga aytganim yo'q-ku, to'g'rimi? Bu olam 1000 ta blokdan iborat. 1000 blok kattalikda. Shu da. Let's play'ning davomida ko'rmoqchi bo'lsangiz like bosib qo'ying. Like. Bo'lar, nahot mana 96% odamlar obunasiz ko'rmoqda. Bu qanday katta xatolik. Obuna bo'lib qo'ying. Iltimos, chunki bunday videolar masshtabli bo'ladi. Men to'poy emasman. Nimaga ikkita versiya kesadimi? Mayli, davay kirka yasab, tezroq tosh kovlab va bazani qurib tashlashimiz kerak. Chunki voобще qiyin baza qurish. Dahshatli ravishda ko'p bloklar kerak bo'ladi. Bemalol, lekin biz hech qanaqa ishimiz yo'q. Yotoqqa yotib bemalol quraveramiz. Chunki men Blackjo'nman. Faqat loyli Blackjo'nuz. Mayli, davay obuna bo'lib qo'yinglar. Men obuna bo'lsangiz uxlayman desam. Bo'lar, bu kechasi 11:30 da bo'lmoqda. Shuning uchun obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. 11:30 da. Bu videoni olinayotganiga esa 10 minut bo'ldi. Sizlarga hozir 4-5 minutday bo'lishi mumkin, lekin 10 minut. Kesib taxlash bu oson emas, kanishna. Tosh kovlaymiz. Tosh. Qattasan, tosh. Men o'z neft chiqadi bunaqa ketishga, tosh emas. Tosh qayerda? Suv chiqadi menimcha hozir. Tepa tezroq chiqib olishimiz kerak. Chiq tepaga chiq. Nima qilamiz endi? Tosh yo'q bizga. O'ylash kerak. Yotoqqa sakrab qo'yamiz. Chiqamiz. Qani. O'lim mashinasiga o'tiramiz va sakraymiz. Sakrab ketaveramiz. Tamom. Bironta tosh topsak mabodo. Yoki bir chiroyli blokmi? Bo'lar, sizlarga savol. Shortslarim shunchalik yomonmi? Yoki sizlarga yoqmaydimi? Kommentga yozib qoldiringlar. Ovqat masalasi ham hal. Lekin undan oldin tosh topishimiz kerak. Tosh topsak bir yaxshiroq bo'lardi ishlarimiz. Daryo, toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman. Yur, davay. Ketdik. Tosh. Qattasan, tosh. Tosh. Qattasan, tosh. Tosh. Qattasan, tosh. Tosh. Qattasan, tosh. Qattasan, tosh. Mayli, bazamiz qiqqaydi. Navaroti. Tosh qiqqaydi. Yana yuradigan ovqatlar.
Ana bazamizga ham yetib keldim va divanning ustiga sakrayman. Checkpointdan bosib qo'yamiz. Qani yashil bloklardan kovlaymiz. Tosh topolmadik, shunga yarasha ba'zida shu bloklardan quramiz. Или qum tosh bloklardan ham quraveramiz. Biza farqi yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Loydan ham qurardim, mayli dedim, skinim loy. Yana loydan baza qurishga o'ylayman. Bu videoda taxminan 1 kundan keyin chiqarsam kerak, chunki вообще ko'p bunaqa nima deysizlar. Nima deysizlar? Kapkutga, короче, taxlab qo'yaman-da. Nimaligi esimdan chiqib qoldi, qaysi kapligi. Esimga kelsa aytaveraman. Xo'sh, yashil bloklarni kovlaymiz. Shuningni baza qurishiga keldik. Shuncha bloklar bilan baza quramiz. Qani 1 2 3 4 3ta bo'ldi. Ana endi 4ta bo'ldi. Ana endi bu yoqqa qo'yamiz va quramiz. 4ta teng bo'ldi. Betdan yana 4ta quramiz. 1 2 3 4 bo'ldi. Rasvoli 3ta ekan-ku. Maqsad kitob demadimi? Davay. Qum tosh yetmay qoldi. Lekin patchoq bloklar bor. Ya'ni loy bloklar. Qayeri patchoq legendarniy blok. Kirka ham ketgan, tem bo'ldi. Shuningni qanday kovlaymiz? Yana o'lsin daraxt chopishimiz to'g'ri keladi. Chop, tik, daraxtni chop, davay chop. Chopib oldim. Chopib olib turib sakrab oldim. Chopdim. Ikkala verstayni ham qo'yaveraman. Verstayda ko'pi bo'lmaydi, menga ishonaveringlar. Daraxt yasaymiz, daraxtdan o'yoq yasaymiz. Qani bu yerga kirka. Asabda jilovlab, jimgina kirka yasaymiz va toshbaqachalik bilan nima deyordim? Nima dedim? Nima degani esimdan chiqib ketdi. Toshbaqachalik bilan. Dahi, ketdi bo'ldi. Ana biz yemagan uyimiz. Qum tosh qaytasan. Men topdim bari qum tosh. 3ta kovlasam yetadi, lekin ortiqchasi bo'lmaydi. Qum tosh 4-inchida ham kovlaymiz. Bo'lgandan suramiz. Ketdi. Qo'y. Tasha tezroq quray shuni. Nima chiqolmadi? Xo'sh. To'rtburchak bo'ladi. Normalniy bizga shunaqa. Uy, tezroq qurib videoda tugatsam bo'ldi. Chunki вообще charchab ketdim. Sizlar tasavvur qila olmayapsizlar bu Minecraftni necha soatdan beri o'ynayotganimni. Shu plus oq tugmacha, oq like knopkasida bosib qo'yinglar yoki sizlarda qorami ikkalasi. Men lekin obuna tugmasi tirsak bilan bosmadim. Sizlar bosib ko'ringlar ham uni o'xshayarmikan. Menimcha u pachoqlarga o'xshamasa kerak u. Pachoqman. De. Menimcha shunday. Bu aytgancha men skinim yo'q, qana tirsak bilan like bosib bo'ladi. Короче, xohlagan blokini qurib tashlamaydi. Menga farqi yo'q. Chunki вообще charchab ketdim. Eng qizig'i bo'lgan nima aytayim? Videoda montaj qilayotgan paytim videoga ahamiyat bersam, ovozim yozilmabdi. Shuning uchun ham alohida gapiraman. E'tibor bermaysizlar, hatto tushib qolishi mumkin. Kovlaymiz. Kovlab tuymaymiz. Davay, kovlab tuymaymiz. Yetadi tomga menimcha. Oppa. Kovlab tuymaymiz.
Kovlab sira bukmaymiz. Oh my god, bunaqa o'rnatilgan bunaqa she'rlar yo'q. Xush. Kovlaymiz. Kerka ketdi-ku. Mayli, yetsa kerak shular dizi. Davay. Tezroq, man charchab ketdim. Nima? 2 dona yetmayapti. Nima bu axir? Kirka yasab olamiz. Xush. Kirka yasaldi bo'ldi. Kirkamiz bor. Yashil bloklarni kovlaymiz. Tamam, kovladik. Bo'ldi. Ketdik. Hoppa, qo'yib tasha bo'ldi. Baza qurildi. Yonma-yo. Nimaga qo'yib tashlashlar demoqchi bo'lsalar, chunki moblar kelib urib tashlamasligi uchun. Qo'yib tashlayman ana blokda. Bu yoqqa qo'yamiz. Bo'ldi. Ana yotamiz. Yot. Uxla. Uxlasang-chi, uxla. Ana uxladi. Va bolalar, videomizni so'ngiga ham yetib qoldi. Bu Let's Play'ning ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz 15 ta like yig'ib qo'yinglar. Va dekabrning oxirigacha bizda 513 ta obunachi bo'lishi kerak. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi qismi keyin bilan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qismiga albatta haykal quramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Qanday haykal deysizlar? Meni haykalim quramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling deb qo'ymayman kutorim. Sizlar bilan yana qilib qolgim kelyapti. Nimagadir sizlarni hech unutmayman. Obunachim sizlarga baribir. Oxirgacha sen meni kanalimga obuna bo'lganmisan? Bu xatoni qilmaslik uchun obuna bo'lib qol.